Xitoyda ko'chada bir o'zim qolib ketdim. Sarson bo'ldim birinchi kun. Telefonim ham o'chdi. McDonald'sga kelsam, u ham ishlamayapti. Hostelda odam to'lgan joy yo'q. 订过酒店了还是 Ana haqiqiy sarguzasht. Ha, bir o'zim Xitoyda kechasi ertalabgacha ko'chada qolib ketdim. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Keling, hammasini boshidan boshlaymiz. Xullas, kelishim bilan birinchi qiynalgan muammoyim o'zim bron qilgan hostelni topish. Chunki bu joyda juda ko'plab binolar bor va eng qizig'i hammasi Xitoy yozuvida. Google karta ham umuman ishlamaydi. Bu yoqda mana Xitoycha yozuvlar, bu yoqda ham qanaqadir binolar, bu yoqda ham ofis, bu yoqda ham bilmayman, nimadir oshxona bor ekanmishmi. Mana shunaqa, mana u birinchi marta o'z bunaqa kattaroq shaharga tushishimni o'rganadi odam shunaqa sekin-sekin. Xullas topdim shu joy ekan, rosa sarson qildi. Endi hozir bu yerdan liftdan tepaga chiqishimiz kerak. Ha, bo'ldi, topdim. Mana endi mazza qilib uxlayman desam, bron qilgan hostelimda joy yo'q bo'lsa bo'ladimi? Va xullas sarson bo'ldim. Hostelda odam to'lgan joy yo'q, imkoni bo'lmadi. Endi hozir bitta yaqinroqda mehmonxonaga borib joy olib jon saqlamasam, hech kim yo'q ko'chada. Hech kim yo'q. Hech kim, bir ikkita mashina yuribdi. Va bunaqa bo'ladi o'ylamadim. Qiziq boshlandi. Bitta narsasi, havo kir ekan bu yoqda. Pekinda qaranglar, tutun qanaqadir. Burnim nafas olmayapti, to'lib ketdi to'g'risi. Ochiq aytaman, havo juda yomon. Bunaqa toza havo emas. Toshkentdan ham yomon, har holda Toshkent havosi ancha yaxshi. Qanaqadir yoshlar rayoniga kelib qoldim hozir. Bilmayman, qizlar ham ko'p ekan, eng qizig'i. Hozir men otelimni topishim kerak. Ko'ramiz. O'xshaydimi yo'qmi? Lekin juda katta joy. Xullas, kattadagi bitta mehmonxonani ko'rib, aynan shu lokatsiyaga kelsam, bu lokatsiyada klublar, barlar, diskotekalar yig'ilgan joy ekan. Xullas, hozir taksiga chiqdim. Taksi aka bilan ham gaplashdik. Men miyam shunaqa charchaganlikdan hozir nimadir 9160 yuan bo'ldi deb o'yladim. Taksi $1000. Keyin ular aytayotgan ekanlar, "Men nomerim shunaqa ekan, 9160 nomerim" deyotgan ekanlar. Shunaqa miyam charchagan, hozir 2% zaryadka qo'ygan. McDonald'sga ketaman, ozgina sal relax bo'lib olish uchun. Telefonning zapisini ham bosmadim, undan oldin shuncha gapirdim. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Xullas, men ko'chada qolib ketdim. Telefonim ham o'chdi. McDonald'sga kelsam, u ham ishlamayapti. Eng qizig'i, nima qilishni bilmayman hozir, bilmayman. Bilmadim, короче, boshim qotdi. Xullas, shundan keyin mehmonxona qidirishni boshladim. Orada bitta mehmonxona chiqdi, kirsam, u yoqda ham joy yo'q ekan va baxtimga yaxshi ham orada 24 soatlik ishlaygan magazin chiqib qoldi. 那你现在是已经订过酒店了？ Xullas, chuchuq qo'shi deb tarjima orqali vaziyatni tushuntirdim. Xitoylik ingliz tilini bilmaydi va oxiri telefonimni zaryadka qildirdim. Har qanday holatga tayyor turish kerak. Safarga chiqqaningizda bilmayman. Yaxshi GoPro'ni zaryadkasi bor, shunaqa holatdan yozaman. Hozir 5 minutcha zaryadka olishini kutamiz va shundan keyin ketamiz. Xullas, hozir 3-oteldan chiqdim. 3-mi, 4-mi esimda yo'q. Bularda ham xona hammasi to'lgan, hozirgi imkoni yo'q deyapti. Uxlashga joy yo'q, qorin och, uyqu kelyapti. Xullas, mehmonxona topa olmadim, shaharni aylanishda davom etdim. Eng qiziq, orada Shimoliy Koreyaning elchixonasiga borib qoldim. Xullas, bu yerdan bir ikkita videolar oldim, yana yurishda davom etdim va oxiri Aviasales orqali mehmonxona qaradim. Aviasales orqali nafaqat mehmonxonalar, balki xohlagan davlatingizga arzonga aviabilet ham sotib olsangiz bo'ladi. Oxiri $88 zavtraka bilan mehmonxonani olib, joyimni band qildim. To'g'risi, hostelga ham bormadim. Shunaqangi qiziq voqealar bo'ldi Xitoyga birinchi kelgan kunimda, lekin ajoyib o'tdi. Xullas, ertalabdan hozir Xitoy restoraniga kirdim. Kupon berishdi. Xullas, mana shunaqa mantiga o'xshagan narsa bor ekan. Xamirli ovqat, ichida bilmayman qanaqa go'shti bor. Hozir yeb ko'ramiz. Atrofdagilar nima deb o'ylaysan, nima qizig'i yo'q menga. Yaxshi ekan. Mazasi to'g'ri o'xshaydi. Ichida mana shunaqa xamiri bor. Bundan ko'rsatsam, biroz yaxshi ko'rsatolmayapman. Uni harakat qilmayman. Yana mantiga o'xshagan narsasi bor ekan. Ichida krevetka yeb ko'ramiz. Yaxshi, krevetka yoqqan, pripravasi g'alati ekan, boshqacha mazza beryapti. Mehmonxonamiz shunaqa rayonda joylashgan, velosipedlar har doimdek havo bulut, bugun bilmayman yomg'ir yog'sa kerak. Hamma yoq do'kon, mashina, taksi, mana hammasi va shunaqa
No, juda yaxshi joy, shovqini kam, daraxtlar ko'p, odam tinglamarkalar bor, kimdir itini sayr qildiryapti. Shunaqa qilib Xitoyga ketishga harakat qilaman, mana haqiqiy Xitoy. Oddiy o'zini vibe bilan. Xitoyga, ayniqsa Pekinga kelgan odam Xitoy devorini ko'rmasdan ketish kerak emas, chunki Xitoy devori dunyoning 7 mo'jizasidan biri va shuni ko'rish nasib qildi. Mana bu Xitoy devori zabt etildi. Lekin ob-havo shunchaki zo'r. Buni endi kamera bilan yetkazib bera olmayman, to'g'risi. Shunchaki tomosha qilish kerak. Xullas bizda yomg'ir yog'ardi. Shuncha tepaligacha keldik va oxiri mana shunaqa yomg'ir. Hech narsa yo'q. Issiqxona просто yomg'ir. Aviasiyosga kirib Xitoyga, Toshkentdan arzon biletlarni olsanglar bo'ladi va kelib mana shunaqa buyuk Xitoy devorida yomg'irni his qilishingiz mumkin. Albatta, hammalarga tavsiya qilaman. Aviasiyosga kiraverasizlar. A few moments later. Xullas havo aynib ketdi do'stlar. Hozir Xitoy devoriga chiqqanim. Do'l yog'ib ochishga harakat qilaman. Wow! Come on! Havo zo'r bo'pti. Yomg'ir yog'yapti. Yaxshi. Bular nima turibdi? Desam, naryo tiqilib turishgan ekan, qo'l bo'lib ketdim. Hello, zo'rmi? Aviasiyosga kirib bilet olasiz Xitoyga. Da, chotki. Shunaqa. Xullas yomg'ir sekinlashdi. Nima qildirib ustimga ham naqab oldim. Odamlar kamayib qoldi. Sekin qaytamiz. Havo qaranglar, lekin zo'r bo'pti. Havo zo'r. Agar Xitoy devoriga kelsanglar, har ehtimol qarshi zontika olinglar. Men qilgan xato qilmanglar. Men shunday keldim, qo'l bo'lib ketdim. Yaxshi namuna oldim. Ancha saqlayapti. Eng yomoni pastga olib tushadigan kanat yo'li 1,5 soatga yopilib qolgan. Odam ko'p, tiqilinch, xullas yomg'irda turdik. Hozir yomg'ir yoqqanda Serjoy Xitoylik qiz bilan tanishib qoldim. Local ekanlar. I'm saying in my language, Uzbek language. Just yeah. Sergey, nice to meet you. Russian, русский, знаешь русский? Чуть-чуть. No Russian. I don't know. You can speak in Chinese also. Also? Yeah, for my followers. Okay. Can you say something? Also? Mana shu qizlar bilan hozir tanishib turibmiz, ziyoda odam. Sergey bilan shunaqa. Xullas, umuman esdan chiqmaydigan safar bo'ldi Xitoy devoriga. Yomg'ir yog'ib borish, yomg'irda qolib ketish va mana bunaqa chiroyli manzarada o'tirib Xitoy devoriga qarab ovqatlanish. Shunchaki super. Xitoyda bir o'zim yashashni davom etaman. Hozir yo'lning chetida Qizil maydonga ketyapman. O'tgan safar ham kelgan edim, yopiq bo'lgan edi parad paytida. Ana endi velosipedni olib hozir Qizil maydonga kirishga harakat qilamiz. Xullas, mashaqatsiz velosipedni olib, yo'lning chetidan shaharda harakatlanansanglar bo'ladi. 30 minut atigi 1,5 yuan, bir 20 sent atrofida bo'ladi. Bu yoqda yana tekshirishar ekan hozir. O'zi naryoda ham tekshirganni olmadim, videoga hozir olamiz. Tekshirib ko'rsatar ekan. Tekshirmas, pasport skaner qiladi, sumkasi tekshiradi. Shunaqa gap. Endi turistlar shuni hisobiga xavfsizlik darajasidan shuni tekshirishadi. Bu esa o'sha Qizil maydon. Shu mavzudan rasmi bilan shuncha turistlar ichkariga pul to'lab kirish kerak. Men pul to'lamasdan chatda kirib o'ra qoldim. To'g'ri, velosiped bilan ketaman, ingnashmaydi. Shunga problema emas. Mana shunaqa tarzda aylanib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. O'sha mavzudonni rasmi, asosiy portreti. Xullas, tekshirib qo'yib yuborishdi o'sha postda. Xitoy devorida Qizil maydonga kelsanglar Xitoyda. Mana shunaqa velosiped olib hech bo'lmasa tashqaridan ko'rsanglar bo'ladi. Men ichkariga kirib o'tirmadim Qizil maydonni, to'g'risi uchun qiziq narsa yo'q deb o'yladim. Bu tashqaridan bir amalab rasmga tushib ko'rib ketsanglar bo'ladi. Endi xitri yo'li. Har holda misol uchun $10 bo'lsa kerak, shuni bileti ham bilmayman. Bu velosipedni misol uchun 30 minutga atigi 70-60 sent atrofida olib ko'rib ketishinglar mumkin. Bu yoqdan yurasizlar va bu yoqdan yana mana bu betidan qaytishinglar mumkin.
atrofdagi odamlarni qarab ketadi. Menga o'tda odam ko'rmaganga o'xshaydi. Chet eldan bu odamlar ko'rmagan deb o'ylab qolaman. Bizda ham qarashadi turistlar. Taksi keldi, o'tiramiz. Xullas, TikTokda Chongqing shahri haqida juda ko'p videolar ko'rganingiz, shahar kechasi juda chiroyli, xuddi kelajagiga uchib qolganga o'xshaysiz. Va shu sababli ham Chongqingga keldim, aynan shaharning kechki versiyasini ko'rish uchun. Va mana bu ko'prik ayniqsa kechasi juda chiroyli yonadi. I can fix that. Agar Chongqing shahriga kelsangiz, aynan shu ko'prikda kechqurun rasmga tushing va bu joyda har xil fotograflar bor ekan. Atiga $9 evaziga sizga 10 ta rasm olib berishadi. Mana bir ikkitasini ko'rishingiz mumkin. Xullas, hozir Xitoyning eng tepasiga chiqdim, tushundingda. Eng tepalardan biri desam bo'laveradi. Bu yoqda mana shahar. Bu yoq shahar suv, Ros и binoni cheti. Shahar. Oh my god. So'zim yo'q. Ros bilan shaharga qarab yo'l chetidan kafim yo'q, ochig'i buni tomosha qilish kerak. Shahar. Undan keyin esa Chongqingdagi o'sha mashhur uygacha kirib ketadigan metroni ko'rishga keldim. Xitoy turistlarni qonida bekor geçmiyor. Shuncha odam. Sizlarga yana bir bor spot shuncha. Qancha odam kerak mana? Ispan ham bor, Xitoy ham bor, Amerikalik ham bor. Men hozir bitta hamda poyezd o'tishini ko'rish shuncha odam kelgan. Maza qo'rama o'zim ham. Просто bum. Nisa hozir menga atirgul choyidan beryapti, ichib ko'ramiz. That's incredible, just. Yeah. O'zlari ham ichib ko'radilar, choy. Chongqing orange tea. Chongqingni hozir o'sha apelsinli choy edimi, shunaqadirlar. Mana bunaqa choy. Oh my god. Qaranglar, choy tayyorlab berishlarini O'zbekistonga olib kelaman shu qizni desam, oh my god. It's okay. Qaranglar, qo'lim qaltiryapti. That's incredible. Do'stlar, vlog shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. O'ylaymanki, video yoqdi sizlarga. Xullas, men Xitoyda 2 hafta bo'ldim. Xitoy 5 ta shaharda, undan tashqari Makao degan davlatga ham bordim va YouTube videoda eng qiziq, eng kerakli momentlarni qo'shib sizlarga ko'rsatishga harakat qildim. Juda ko'p video rasmlar bor, to'g'risi ularni qo'shib o'tirmadim. Bo'lmasa video yarim soat, 1 soatlik bo'lib ketardi. Xitoy umoganda shu sayohat haqidagi ma'lumotlarni sizlar rasm videolarning Instagram sahifamdagi mana shu aktualniyalardan, ya'ni aktualniy qismidan ko'rsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bilan qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling va shunaqa videolarni yanada ko'proq qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha